Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun Xudo xolasa 17-aprel navbatdagi savdomiz bo'ldi. Akamiz bundan bir 10 kun oldin zakaz qilgan edilar va tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bugun topshiryapmiz. Buni Jizzax viloyati G'allaorol tumaniga berdik. O'zimiz shu yerga. Akam, aravaga o'zingiz aytsangiz ma'qul bo'ldimi aravamiz? Sizlarga kattakon rahmat ukajon, umrlaringga baraka top. Shu darajada yetkazib, hozir to'g'rilab berdilaring. Endi ko'ramiz buni kuchini. Xudo xolasa. Shu yerdan Bo'ldi ukajon, rahmat. sog' bo'lasiz. Bu aravamizga kelsak, bu aravamiz 1.52 2 mostlik bo'ldi. Balonlarni ham yaxshisidan qo'yib, Lassettining baloni o'z diskasi Cobalt diska chiroyli qilib taxlab berdik. Niva mashinasiga taxlab berdik buni. Bir tonatori zamok zanjirlari bilan chiroyli qilib taxlab o'rnatib, tok montajlarini ham qilib taxlab berdik. Buni rangi sveti cho'ka svetda bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Ko'z ortar ekanlar. Bunga xudo xolasa qo'y, mol, bemalol liboy narsa arsa ham bo'ladi. Chiroyli qilib taxlab berdik mana. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimga shunday aravalar kerak bo'lsa, telefon qilib bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumani, katta betonka yo'lning ustida, M39 betonka yo'lning ustidamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.